Assalomu alaykum. Navbatdagi obyektimiz Andijon shahrida. Umumiy 60 kilovatli quyosh elektr stansiyasini setoviy, ya'ni shu 10 grid rejimida bo'lyapti. Batga bir tomoniga 30 kilovat, bir tomoniga 30 kilovat. Invertorlari ham alohida 30 kilovatdan bo'lib, chiroyli qilib ishlar bitkazib beriladi. Xudo xolasa, hozir karkas qismimiz deyarli bitib qoldi. Panellarimiz kelgan. Panellarimiz o'sha ikki tomonlamali двухсторонний panellar. Foydalanish koeffitsiyentlari yuqori. Sifatli panellarimiz, invertorlarimiz ham pastda. Ishlarimiz mana shunaqa sifatli, chiroyli qilib bitkazilyapti. Bu tomondagi 30 kilovatli qismimiz tayyor. Karkas qismi panellarda sekin olishni boshladik. Xudo xolasa, ishlarimiz mana shunaqa sifatli, chiroyli bo'lib bitkazib berilyapti. Ishlarimizni bosqichma-bosqich ko'rsatib boraveramiz. Kuzatishda davom etaverasizlar. Hop, 30 kilovatli quyosh elektr stansiyamizni montaj qismlari ishlarimizni chiroyli qilib yakunladik. Hozir ishga qo'ydik, mana sekin nagruzka olishni boshladi. 11 kilovatga chiqdi tezda, mana 12 kilovat, 13 kilovat, 14 kilovat va hokazo ko'tarilib hozir 25 kilovatgacha ko'tarilib ketadi. Ishlarimizni mana shunaqa qilib, mana sifatli akkuratni qilib, kabellarimizni ham kabelni ko'ribga solib chiroyli qilib bitkazib qo'ydik. Uyda narigi qismida ham, boshqa kadastr bo'lgan tomoniga ham xuddi mana shu holatda takrorlab umumiy 60 kilovatli quyosh elektr stansiyamizni ishga qo'yib berdik. Aytib o'tilgan 30 kilovatni ikkinchi tomoni, ya'ni o'sha bitta xonadonning ikkinchi kadastr tomoni sotuv funksiyaga xudo xolasa tayyorlab vaqt sanayapti, mana 30 sekund. Xudo xolasa hozir ishga qo'yamiz. Endi ozgina kunimiz qaytib qolgan. 90% ga chiqmasa ham, xudo xolasa hozir 50% atrofida bo'lsa ham ishlab beradi. O'sha kechki soat hozir yaqin 6, 15 ta kam, 20 ta kam 6. Xudo xolasa ishga qarab ketyapti mana. To'qqiz yarim kilovatga chiqdi mana, xudo xolasa 10 kilovatga chiqdi mana, 11, 12, 12 dan oshiqroqqa o'tyapti. Endi kun ancha qaytib qoldi, soat o'sha aytganimdek 6. Xudo xolasa yomon emas. O'zini pik mahalida 90% dan oshiq energiya bilan ishlab, xudo xolasa kilovatini 1000 so'mdan sotib daromadni qilaveradi. Mana shu ko'rinishda, bu ko'rinishda qolmaydi, xudo xolasa. Mana boshladik, ko'riplab kabellarimizni porядкali qilib ishimizni yakuniga yetkazamiz endi, xudo xolasa.